Assalomu alaykum. Qalaysiz opaginam? Qalay mazalaringiz? Yaxshi. Operatsiya bo'lganiga necha kun bo'ldi endi bugun? Seshanba kuni operatsiyadan chiqdim. Bugun kun nima? Bugun seshanba, bir hafta bo'ldi. 8 kun bo'ldi. 8 kun, yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi, holatlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Avvalgidan ancha yaxshimisiz? Yaxshi. Qiynalishlar yo'q. Og'riqlar ketdi. Ha, yaxshiman. Alloh rozi Endi bo'lsin. og'riqcha bo'lib turadi-da. Boshqasan olinadi-yu. Onkologiya bo'yicha keldingiz, a? Ha, boshqasan. Hali ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi? Yo'q, to'ldi. Darslarimdan qutulganimga xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi bo'ling, iloyim. Alloh shifo bersin. Rahmat, o'tganlaring kelsin. Siz butun vodiy ahli sizga mana O'zbekistondagilar ham hammasi qo'llab-quvvatlab duo qilishsin. Hammalari meni duo qilsin. Bundan buyog'iga yaxshi bo'ling. Bag'iga ham duo qilib tursin. Sog' bo'ling. Mana ko'rib turgan bemorlar, onkologiya bo'yicha kelgan bemorimiz, xudo xolasa, inshaalloh bularga ham operatsiyalar bo'lib o'tgan. Inshaalloh duo. Hay yaxshi. Ancha yaxshisiz opagina. Nechinchi kundan beri boshlab yurg'izyapsiz opa bular? Birinchi kundan beri. O'zingiz yaxshi qilyapsizmi? Qiynalyapsizmi? Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshisiz opaginam, yaxshisiz. Alloh shifo bersin, yaxshi bo'lib keting. Hali yaxshi qarashyaptimi? Ko'nglingiz to'layaptimi? Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi bo'lib keting, iloyim. Ko'rib turgan o'sha bemorimiz onkologiya muammosi bilan keldilar. Allohga shukr. Hozir hammasi yaxshi bo'lib ketdilar. Alloh shukrlarni oson qilsin. Tez orada O'zbekistonga borib, sog' salomat ketishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Hamma kuzatib turgan, hamma shu duo qilib turgan xalqimizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar shu davom etinglar, duo qilishni unutmanglar. Albatta izohlarni qoldiringlar, sog' bo'linglar. Bu kelgan joyimiz Akash klinikasi, onkolog doktorimiz doktor Arvin bilan onkolog jarrohimiz doktor Aron Giri bilan bu muolajalar o'tkazilgan. Albatta bu ma'lumotlarni aytib qo'yaman. Inshaalloh sog' bo'lasizlar. Sizlar davom etinglar, izohlarni qoldiringlar.